Avvalambor assalomu alaykum. Bigjon o'z kanalining obunachilari, aziz obunachi, bizga Nexia 3 ta arzoni keldi. Bokir rangdagi Nexia 3imiz bitta ikkita fitness bor, strashniy udar yo'q. Hozir yurgan kilometrlar ko'rsatib o'tamiz. Akalar avtomat, chexollari tayyor, akalar polik hamma narsasi bor. Yurgan akalar 82 ming yurgan, o'zi halol, qaytarilmagan. Bemalol kelib ustoz bilan tekshirib olishlaringiz mumkin. Mashinamizda metan gaz ballonlari ham bor, akalar, mana ko'rsatib o'tamiz. Mana gazi bor metan. Zapaskalari mana akalar. Bir ikkita joyda fitness bor, akalar. Mana shu orqa krilosi bilan, shu krilosdan kraskaski oldi, kapotda ozroq kraskasi bor, akalar. U strashniy udari yo'q. Mashinaning tan narxi, akalar, 8200 tan narxi, akalar. Mashina narxi 8200, 4 ta yumshoq balon, akalar, chexol hamma narsasi bor. Agar siz avtoketga chiqarmoqchi bo'lsalaringiz, boshlang'ich to'lov juda ham arzon chiqadi, akalar. Boshlang'ich to'lov 200 dollardan nomingizga avtoket qilib beramiz. Bosh to'lov 200 dollar, oylik graflar 5 yilga menimcha 3 million 800 mingdan chiqadi. Boshlang'ich 200 dollar beramiz, oyiga 3 million 800 mingdan 5 yilga qilib beramiz. Holati zo'r. 4 ta yumshoq balon, metan gaz ballonlari bor. Bemalol kelib Samarqandga kelib, akalar, mashinani ko'rib, avtokredit qilasizmi, naqdga, akalar, gaplashaveramiz. Mashina holati zo'r. Boshlang'ich 200 dollar, oyiga 3 million 800 mingdan 5 yil chiqadi. Nomerga, sug'urta hamma xarajat ichida. Agar qiziqqanlar bo'lsa, akalar, bizga telefon nomerlarini yozib o'tamiz, srochniy aloqaga chiqamiz. Mashina narxi 8200, boshlang'ich to'lov 200 dollardan nomingizga avtoket qilib beramiz. Mana holatchasi zo'r. Nexia 3imiz. Srochniy aloqaga chiqamiz.